Hozirda tarvuzning ustini olganda ikkiga bo'lib qo'yiladi. Mana qilib. Shu nimaga ikkiga bo'linadi? Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dehqonlarni qo'lini o'pgan ekan. Aha. Uni endi Abu Talib bilan Abu Lahab ikkalasiga bu yerda endi hali ashpayatda ham sotuvchilar bo'lgan. Ha. O'sha sotuvchilar borib hali dehqonni qo'lini o'pib, tarvuzni ham mana atrofini mashan qilib o'pyapti, mana qilib endi buni. Rahmat senga deb qo'lini o'pib, ashuna qilyapti. Desa uni endi sotib olib borishibdi endi. Ular kofir, musulmon bo'lgan emas. Keyin bu Muhammad tarvuzni atrofini o'pgan bo'lsa, biz bu tomonidan ustidan o'pamiz deb tepasidan ikkalasi bir tomonidan Abu Lahab, bir tomonidan haligi Abu Talib ikkalasi o'pibdi. Aha. Endi uni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mashnaqa sizni Muhammad mayatidan o'pgan bo'lsa, biz mayatidan o'pamiz deb tepasidan o'pdi. Aha. Desa keyin ha bo'pti, yaxshi bo'pti o'pgan bo'lsa. Biz o'pgan bo'lsa, Abu Lahab qayoqdan o'pdi? Ha, o'ng tomonidan o'pdi. Abu Talibchi chap tomonidan o'pdi. O'pgan bo'lsa, biz mana shunday qilib o'rtasidan bo'lamizda, tepasini o'pgan joyini zaharini olib tashlaymiz deb, ya'ni ashpayatdan sunnat bo'lib qolgan ekan, tepasini olishlik. Hali ko'p odamlar uni tushunmasdan kitobda o'qimagan, boshqa qilmagan, haligi molga beramiz bu tepa tomonini. Bu yerda hech qanaqa nimasi yo'q. Yeyishga osonroq bo'ladi. Yeyishga osonroq bo'ladi deydi. Endi buni zamirida haligi ish yotibdi-da endi. O'shaning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkiga bo'lib, keyin ikkalasini o'pgan joyini, bu kofirlarni o'pgan joyini ovoraylik deb, ashpayatdan shu sunnat bo'lib qolgan ekan. Rahmat, qilib bilmaganimizni bilib oldik-da. Rahmat.